Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah sallallahu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam dedilar: banda birodariga yordam berib turgan ekan, Alloh ham unga yordam berib turadi. Yana Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: kim bir mo'minning dunyodagi tashvishlardan birini yengillashtirsa, Alloh uning qiyomat kunidagi tashvishlardan birini yengillashtiradi. Alloh taoloning fazli bilan ummat birligi jamoasi birodarlari G'azo sektoridagi ko'chirilgan birodarlarimizga imkon qadar yordam qo'lini cho'zishda davom etmoqdalar. Bugun inshaalloh ko'chirilgan va og'ir sharoitda yashayotgan, o'z ehtiyojini oshkor qilmaydigan muhtoj oilalarimizga yordam sifatida mablag' tarqatiladi. Ulug' arshning Robbi bo'lgan Allohdan ummat birligi jamoasi birodarlarimizning muborak sa'y-harakatlarini qabul qilishini so'raymiz. Sizlarga shuni aytamiz: Allohga qasamki, sizlar bizga sabr va dalda berdingiz, bizni qo'llab-quvvatladingiz va yordam berdingiz. Alloh qiyomat kuni bizga ko'rsatgan yordamingizga bizni guvoh qilsin. Biz bunga guvohlik beramiz.